Mana obunachilarimiz bularni ham oyoq ostlarini toza qilib, begona o'tdan tashlab qo'ydik. Yeydilar. Mana shuna begona har xil o'tdan vitaminlar, shu yozga mana shunaqa o't olib qo'yish kerak-da, begona o'tdan. Mana shu ariqdan chetlarida chiqayotgan o'tlarni olib qo'ygan edik quritib. Mana yeb oyoqdagilarda ham issiq bo'ladi, ham yeyishlari kelsa yeb bitiradilar har xil o'tdan. Yodlik suvlarni qo'yib oldik. Bular ham tinch, yem olib kelamiz, hozir keyin yemini beramiz. Hozir o'tni yeb bitiraversinlar. Oyoqdagilar buni tozalab, begona o't tashlab qo'ydik. Oyoqlariga somon tashlasa ham bo'ladi. Mana quruq beda o't, ana bedani emas, anaqa begona o'tlarni olib qo'yganmiz yozda. O'sha begonalarni tashlab qo'yasiz, ham yeb bitiradi. Begona o'tni ham ustiga chiqib nima qilmaydi, oyog'ini ham bermaydi, issiqqina bo'ladi, yeb bitiribdilar mana quyonchamiz. Bu kishi ham qishirganlar tayyor, pastaga ham qishirgan. Voy, ana bu kishi ham qishirganlar. Mana samkacha, elmacha, ikolcha. Qishirgan bu ham. Mana quyonchalarimiz beda yeyishyapti. Bedani bitta dona isrof qilmaydi mana shularim. Mana bedani yeb bitiribdilar. Mana tomosha qilinglar quyonchalarimizni. Bu kishi ham xudo xohlasa bola bersalar kerak boy. Kuzatib boramizda, endi oldiga erkak bilan tashlab qo'yganmiz. Kuzatishni davom qilib, like bilan meni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib o'tiringlar. Mana shu chetdagi quyonimiz ham menimcha bolasi bor shekilli, shunday nima yaxshi, zoti yaxshi quyonda. Keyin ushlatishga qo'ymaydi, shu yoqqa o'tiradi, bu yoqqa keladi, yeydi. Odamni nima qilga o'rgatilmagan u, hay, shunday yeylar, yo'talar. Bu yoqqa ish qilib mazza qilib o'tiribdilar. Uborka qildim kecha bilan, yana uborka qilamiz. Har kun tozalab, har kun uborka qilishga harakat qilyapman, toza saqlashga. Mana bu erkak quyonchalarimiz ham taglarini tozalab olamiz. Yangi o't tashlaymiz endi. Mana shuna oyoq taglarini tozalab olsak, o'zi g'ishtni toza turadi. Faqat mana bu yog'ini tozalab olamiz. Erkak quyonchalarimiz mana katta bo'lishyapti. Bular ham ancha yaxshi, xudoga shukr. Yeslari yaxshi, joylari issiq, mana sharoitlari yaxshi. Endi yodlik suvlarni berib, joyini tozalab olaylik. Mana ko'ringlar. Mana bir X. Mana bu ona quyonimiz ikkita bolasi katta bo'lgan, avvalgi onasi bola beruvdi. Endi bular ishlashni boshlayapti, xudo xohlasa. 4-oy.